Raqamli texnologiya bugun kundan-kun rivojlanib bormoqda. Buni yana bir isboti sifatida Andijon viloyati Buloqboshi tumani hokimi tashabbusi bilan yagona virtual qabulxona tashkil etildi. Bu nima? Keling yaqindan tanishib chiqamiz. Yagona virtual qabulxona fuqarolar va davlat boshqaruv xodimlari o'rtasida bog'lovchi ko'prik vazifasini bajaradi. Endilikda fuqarolar hokimiyatga tashrif buyurganda avvalgidek qog'ozbozlik yoki ortiqcha vaqt talab qilmaydi. Fuqaro tashrif buyurar ekan, albatta tuman hokimligi yoki viloyat hokimligini asosiy kirish qismida Face ID orqali o'tish joyiga yetib keladi. Face ID tanish tizimi sizni tanimagandan so'ng virtual qabulxona o'z-o'zidan ishga tushadi. Virtual yordamchisi bo'laman. Men sizga tumanimiz yangiliklarini kuzatish, rahbariyatga murojaat yo'llash va davlat xizmatlaridan foydalanishda ko'mak beraman. Hurmatli fuqaro, siz o'z murojaatingizni quyidagi tartibda yo'llashingiz mumkin. Marhamat, quyidagi bo'limlardan kerakli yo'nalishni tanlang va mas'ul xodim bilan bevosita aloqa o'rnating yoki video murojaat yo'llang. Ekranda asosiy menyu paydo bo'lganda bu yerda nimalar o'rin olgan bo'ladi? Dastlab bu yerda o'zingizga qulay tilni tanlashingiz mumkin. Ana endi bu yerdagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Bu yerda tuman yoki viloyat boshqaruv xodimlarining ro'yxati, tuman hokimi, uning 22 ta yo'nalishlar bo'yicha o'rinbosarlari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar kiritilgan bo'ladi. Ular bilan tanishishingiz mumkin. Endi esa bu yerda yangiliklar va tuman haqidagi barcha ma'lumotlar, yangiliklar yoritib boriladi. U haqida ham demak ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Tuman hokimligi axborot xizmati tomonidan ushbu yangiliklar har kuni joylab boriladi va bu yerda mana tashkilotlar deb yo'llangan bo'limda ham barcha tumandagi tashkilotlar haqidagi ma'lumotlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu yerda esa video murojaatlar tugmasi turibdi, bo'limi turibdi. Bu murojaatni esa, video murojaat haqida esa birozdan so'ng yana to'liq ma'lumot taqdim etamiz. Va bu yerda e'lonlar bo'limi turibdi, kirishingiz mumkin va bu yerda e'lonlar haqidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qanday e'lonlar yoshlar o'rtasida yoki boshqa bir tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ana endi bu yerda boshqaruv xodimlarini barcha bo'limlari joylashgan Buloqboshi tuman hokimi va 22 ta yo'nalishlar bo'yicha o'rinbosarlari ro'yxati qo'yilgan. Siz kimga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, aynan ushbu yo'nalish bo'yicha xodim tugmasini bosasiz. Aytaylik, qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari. Hurmatli fuqaro, murojaatingiz davomida shaxsingiz, manzilingiz va telefon raqamingizni yozib qoldirishni unutmang. Ana endi bu yerda qurilish bo'lim bo'yicha hokim o'rinbosariga qo'ng'iroq qilish yoki video xabar yo'llash imkoniyati bor. Demak, agar qo'ng'iroq qilib xodim ishda bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qilish tugmasini bosasiz va aynan ushbu xodimni telefonida xuddi mana shunday qo'ng'iroq maxsus tovush orqali telefoniga xabar boryapti. U qo'ng'irog'ingizni qabul qilib, siz bilan muloqotni davom ettirishi mumkin yoki band bo'ladigan bo'lsa, bu yerda majlisdaman, topshiriq bilan hududdaman degan yozuvlar turibdi. Bu sizni demak qo'ng'irog'ingizni qabul qila olmasa, ushbu tugmalarni bosish orqali sizga ma'lumotlar yo'llaydi. Murojaatingiz uchun tashakkur. Biz sizga xizmat qilishdan mamnunmiz. Demak, majlisdaman degan yozuv bosildi va bu yerda mana ma'lumot, mas'ul xodim hozir majlisda, iltimos biroz kuting degan yozuv chiqyapti. Demak, birozgina kutasiz yoki unga video xabar yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, yana ushbu bo'limga kiramiz. Murojaatingiz davomida shaxsingiz, manzilingiz va telefon raqamingizni yozib qoldirishni unutmang. Ana endi video xabar yo'llash tartibi. Demak, video xabarda siz ekranga to'liq qarab turishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda maxsus kamera o'rnatilgan. Kameraga o'zingizni demak
murojaatingizni yo'llaysiz, nima masalada kelgansiz. Bu yerda 5 daqiqa vaqt ajratilganligini ko'rishingiz mumkin. Murojaatingiz 5 daqiqadan oshmasligi kerak. Boshlash, yakunlash, qayta ko'rish, o'chirish, yuborish yoki umuman bekor qilish imkoniyati bor. Video murojaatni boshlaymiz. Boshlash tugmasini bosdik, yozilmoqda degan yozuv chiqdi va siz barcha murojaatlaringizni kameraga qaragan holda yo'llaysiz. Ana endi yakunlashingiz mumkin. Yakunlangandan so'ng yuborish tugmasini bosasiz. Video murojaatingiz yuborilgandan so'ng xodimni smartfonida Telegram bot orqali, keyinchalik ilova orqali mana shunday tartibda video murojaatingiz yetib boradi. Yagona virtual qabulxona men nazarimda insonlarni mana shunday davlat boshqaruv xodimlari bilan bog'lashda juda ham katta qulaylik yaratadi. Demak, bu yerda ko'rib turganingiz 22 ta soha yo'nalish bo'yicha davlat boshqaruv xodimlari, qolaversa tuman hokimi bilan ham uzviy bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Yagona virtual qabulxona panelida albatta yana qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etish imkoniyati bor. Bayram kunlari, ish kuni yoki dam kunlari to'g'risida yoki kunlik ob-havolar yoki favqulodda holatlar, umuman ko'plab ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyati bor. Ana endi ortiqcha qog'ozbozliklarsiz, ortiqcha vaqt sarflamasdan o'z murojaatingizni o'z egasiga vaqtida yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Va albatta yo'llangan har bir murojaat e'tibordan chetda qoldirilmaydi. Buni tuman hokimi o'zi shaxsan nazoratga oladi.